Meni bitta do'stim bo'lardi. Unga har doim aytardim: "Ey do'stim, sen bunday yurishing yaxshi emas. Masjidga yur. Har juma kuni bir narsani bahona qilib ketasan", derdim. "Mayli", dedi. Bir marta masjidga olib bordim. O'zimning qistovim bilan, majburlashim bilan, ya'ni yana bitta do'stim bor edi. Ikkovimiz bilan bordi. Namoz o'qidik, chiqdik. Yaxshi dedi, yoqdi unga. Va ikkinchi jumada ham olib bordim. Uchinchi jumada unga kitob berdim. Uydagilar aytishi bo'yicha menga o'zi aytdi: "Ey, uyimdagilar bilan tortishib qoldim do'stim", dedi. "Nimaga?" dedim. "Qariganingda namoz o'qiysan, qariganingda bunaqa kitoblarni o'qiysan. Hozir kayf safo qilib, maza qilib yur. Yoshliging nima qilasan xarob qilib", debdi. Keyin men do'stimga aytdim: "Do'stim, senga 5 yil yashaysan yoki 2 yil yashaysan deb qayerdadir kafolat berilganmi yoki 100 yil yashaysan deb", dedim. "Yo'q", dedi. "Yoki senga shu gapni aytgan insonga qanchadir muddat yashaysan deb kafolat berilganmi", dedi. "Yo'q", dedi. "Unda umringni g'animat bil, bugungi kuningga shukrona qilib, ertangi kunim bormi yo'qmi deb g'animat bilib, yaxshi amallarni qilib, namoz o'qib, masjidga qatna", dedi. U do'stim o'zgarishga harakat qilyapti, lekin uyidagilar uni xohlamayapti, hidoyatga yurishini. Lekin insonga, bandaga, ya'ni Alloh o'zi hidoyat beraman desa, kim qarshi bo'lsa ham u hidoyat unga boradi. Faqat bitta narsa, o'zi inson qabul qilib, ko'nglidan xohlashi kerak. Ana shu narsaga bog'liqdir. Inson xohlasa, uni Alloh yo'liga chiqarib qo'yadi, amal qilishiga fursat beradi. Ya'ni men nima demoqchiman? Amal qilishni paysalga solmasdan bismillohni aytib boshlash kerak hozirgi lahzadan. Meni aytadigan gapim shu.